Xo'p, bugun matnli masalalarni ko'rib chiqamiz. Bu zadacha deyiladi. Birinchi misoli. Birinchi misolda bizlara proporsiyani ketma-ket hadlari berilgan ekan va shu ifodani qiymatini topishni so'ragan ekan. Xo'p, proporsiya navbati. Proporsiya bu A taqsim B deng C taqsim D ko'rinishda keladigan tenglikdir. Endi bu yerda ketma-ket had degani uchun A bu birinchi had, B ikkinchi, C uchinchi, D to'rtinchi had ekanligini bilamiz. A bizada 4 dona had etib, birinchi, ikkinchi, uchinchi va to'rtinchi hadlarni barq qo'yibdi. Bularni joylashtirib, tenglama tuzib olamiz. Shunda A minus 2 taqsim B plus 3 deng bo'ladi ekan 2 taqsim 7 ga. Bu yerdan biza A ni B orqali topib olamiz. 7 A minus 2 deng bo'ladi ekan 2 B plus 3 a. Buni ochib chiqamiz. 7 A minus 14 deng 2 B plus 6 ga. Keyin 7 A deng bo'ladi 2 B yana plus bo'lib o'tadigan bo'lsa plus 20 ga. A deng bo'ldi 2 B plus 20 taqsim 7 ga. Ana biza A ni topib oldik. A ni topdik. Endi shu A ni bizlara berilgan ifodadagi A ni o'rniga qo'yib ifodani qiymatini topamiz. Xo'p. B taqsim 6 minus 7 A demimizdan endi A ni o'rnina biza qo'yamiz 2B plus 20 taqsim 7 ni. Mahrajında 12 turadi. Shu ifodaning qiymatini topishimiz kerak ekan. Bu uchun boshda 7 bilan qisqartirib bersak, keyin bana mahraj beradigan bo'lsak, bizada keladi ekan 2B taqsim endi bularning mahrajında 12 bo'ladi. Minus ta'sir ettirib bersak 2B minus 20 keladi. Buni hisoblaydigan bo'lsak 2B lar qisqarib ketadi. Minus 20 taqsim 12 keladi. Bu esa qisqartiradigan bo'lsak minusdan 5 taqsim 3 ni beradi. Bizada mana aralash kasratib ko'rsatib berib qo'yibdi. Bizning javobimiz A ekan. Xo'p. Ikkinchiga o'tamiz. Bir nechta natural sonning yig'indisi 47 ga teng, shu sonlarning har biriga 2 qo'shilib. Xo'p. Bizlara bir nechta natural sonning yig'indisi deyilibdi. Necha son, nechki son ular aytilmagan. Shu uchun biza A plus B plus C ko'rinishda yetadigan bir nechta natural sonning yig'indisiligini bilamiz. Yig'indisi bo'lgandan keyin bularni qo'shish kerak. Qo'shganimiz deng bo'lib turibdi ekan 47 ga. Keyin aytadi, agar shu sonlarning har biri 2 ga orttirilib yig'indisi hisoblansa. Xo'p, har biri 2 ga orttirilib degani har birini 2 ni qo'shib chiqasan degani. Bizada A turadi, endi biza A plus 2 deb yozamiz. Bizada plus B turadi, endi uni ham yoniga 2 ni qo'shamiz. C turadi, C ni ham yoniga 2 ni qo'shamiz. Va hokazo. Shuni necha son bo'lsa, har birini yoniga 2 qo'shilib hisoblangandan keyin buning qiymati 63 bo'pti. Xo'p. Endi bizada shu narsa bor edi, 7-sinfda o'tgansizlar. 2 plus 2 plus 2 turgan bo'lsa, bu yerda necha marta takrorlangan bo'lsa, 3 ko'paygan 2 etib yozar edik. Bu yerda 3 marta takrorlangan. 5 plus 5 plus 5 bo'lib ketgandan plus 5 atilgan tengda masalan k marta deydigan bo'ladigan bo'lsa, biza k ni 5 ga ko'paytirib yozar edik. Bu narsani nechun esladik? Bu yerda bizada 2 shunday повтор bo'lgan. A plus B plus C larni отдельно yozib oladigan bo'lsak, A plus B plus C larni отдельно yozadigan bo'lsak, ikkilarni o'zi qolib ketadi. 2 plus 2 plus 2 bu повтор bo'ladi. Bularning yig'indisi 63 bo'lib turibdi. Endi ina bu yerda
A plus B plus C necha dona son qatnashgan bo'lsa, shuncha dona 2 bor. Uchun esa har biri uchun 2 qo'shdik biz. B necha donaligini bilmaganimiz uchun buni biz hozir bir n dona deb qaraydigan bo'lsak, ina bu yozgan narsamizga o'xshaydigan n ko'paygan 2 ni beradi. A plus B plus C plus turadigan 2 n ni beradi. Deng 63 bo'ladi. Xo'p, endi bizda shu A plus B plus C ni qiymati bor-ku. Bunda boshda beriladi. Shu 47 ni ikkab qo'yib beramiz. 47 plus 2n teng bo'libdi 63 ga. Ana keyin bu yerdan tenglamani ishlab beradigan bo'lsak, 2n teng bo'ladi ekan 16 ga, n teng bo'ladi ekan 8 ga. Shunda bizda necha dona son qatnashgan degan savolga javobimiz bo'ladi ekan 8. B variant. Keyingisini o'tamiz. Uchinchisi. 1 dan 100 gacha bo'lgan natural sonlarning nechtasi 17 ga qoldiqsiz bo'linadi? Hop, bu xato ketibdi. Bu 100 gacha emas edi, bu 1000 gacha edi. Yana bir nol bor edi buni. 1 dan 1000 gacha bo'lgan natural sonlarning nechtasi 17 ga qoldiqsiz bo'linadi? Shu misolni ishlashimiz kerak. Bu narsani bilish uchun boshda sizlarga bir narsani ko'rsatib beraman. Masalan, aytali 1 2 3 bo'lib boraturgan sonlarni 10 acharli yozdik. 1 dan 10 gacha bo'lgan sonlarning nechtasi 4 ga bo'linadi deb so'rasan ishab topamiz. Buni topish uchun biz ina bu yerda 4 ga bo'linadigan sonlarni ko'rib chiqamiz. Masalan, 4 8 и всё. 2 dona ekan. Buni nolga yozatirman, bundan formula chiqaramiz biz. Biz aytishimiz kerak bo'lgan formula n taqsim a. Ammo esa butun qismini olish kerak. Xo'p, bu yerda n novi, bu yerda a novi. Bu yerda n biza necha gacha bo'lgan sonni yozganimiz. Shu uchun bu yerda bizda 10 acha bo'lgan sonni hisobladik. A esa nechaga bo'linadigan sonlarni qarab turibmiz. 4 ga qoldiqsiz bo'linadigan sonlarni qarab turibmiz. Shunda 10 taqsim 4 ni bu qavsimiz esa butun qismini oldi, ya'ni bu 2,5 bo'ladi. 2,5 ning butun qismi esa bu 2. Demak, 2 dona 4 ga qoldiqsiz bo'linadigan son bor degani. Bizdan sanag'animizdan 2 dona chiqadi. Bu formulani tushunib olganimiz. Endi nishatib ishlaymiz. Biz 1 dan 1000 gacha bo'lgan bo'lsa, endi formulaga biz 1000 ni qo'yamiz. Shunda 1000 ni bo'lishimiz kerak ekan 7 gadan 7 emas, 17 ga. Bo'lishimiz kerak ekandan butun qismini olishimiz kerak ekan. Xo'p, 1000 ni bo'lsak 17 ga. Mana ichidan necha marta bor? Xo'p. 5 mi? 5 marta bor ekan. 5 3 8 5 1 0. Endi buni ichidan necha marta bor? Buni ichida 6 7 8 marta bor. 8 6 5 keyin 1 3 4 1. Endi bizada bu qolib ketgan 14, bu qoldiq. Bu bilan bizning ishimiz yo'q. Bizga glavniy kerak narsa butun qismi edi. Bizda butun qismi 58 ga teng bo'ldi. Shunda bizning javobimiz bo'ladi ekan 58. D javob. Keyingisini o'tamiz. 5 ta sonning o'rta arifmetiki 13 ga teng. Shu sonlarga qaysi sonni qo'shilsa, ularning o'rta arifmetiki 14 ga teng bo'ladi. Xo'p, 5 ta sonning o'rta arifmetiki deyildi. Yana yangi ishlangan narsamiz o'xshaydigan vajh bo'ladi bu. A plus B plus C plus D plus Y. Ana 5 dona son bo'ldi. Endi o'rta arifmetik nima narsa edi? Necha dona son qatnashsa, shunga yig'indisini shu sona bo'lsak, masalan bu yerda 5 son qatnashgan, 5 ga bo'lsak o'rta arifmetik chiqaradi. Bularning o'rta arifmetiki teng ekan 13 ga. Endi savolda aytadi, shu sonlarga qaysi son qo'shilsa, ularning o'rta arifmetiki 14 bo'ladi dedi.
A plus B plus C plus D plus Y duraveradi. Lekin shularni yanına yana bir x qo'shiladi. Endi esa bularning o'rta arifmetiki teng bo'ladi ekan 14 ta. Endi biz bularning o'rta arifmetikini topganda 6 ga bo'lamiz. Uchun esa 6 dona son qatnashgan bizda. Keyingi aytadigan ishimiz A, B, C, D, Y ni necha tengligini topib olib, bu yerdagi A, B, C, D, Y ni o'rniga qo'yib berish. Yuqoridan topamiz. A plus B plus C plus D plus Y, ya'ni yangi 5 dona sonimizni qo'shganimiz teng bo'ladi ekan. 5 ni bu yana o'tirib bersak 65 ga. Shu 65 ni endi biza pastdagi A, B, C, D, Y ni o'rniga olib borib qo'yadigan bo'lsak, 65 plus x taqsim 6 teng bo'ladi ekan 14 ta. Ish tenglamani ishlasak bizning javobimiz chiqadi. Xo'p. 65 plus x teng ekan 4 2 8 x teng bo'ladi ekan 84 minus 65 ga x'imiz teng ekan 9 1 19 ga. Bizning javobimiz D ekan. Keyingisini o'tamiz. 5-savol. Biri ikkinchisidan 3 marta katta bo'lgan sonlarning yig'indisi. Bir ikkinchisidan 3 marta katta bo'lgan degani uchun biz bir sonni x deb belgilaydigan bo'lsak, ikkinchi sonimizni 3x deb belgilaymiz. Ana ikki sonni belgiladik. Endi yig'indisi degani uchun bu summa degani bularni qo'shishimiz kerak. Qo'shganimiz teng ekan 9,64 ta. Shu sonlarni kichigini top. Shu sonlarni kichigi bu x bu. X ni so'rab turibdi bizdan. Biz tenglama ishlab qo'ysak bo'ldi ekan. 4x teng ekan 9,64 ta. X teng bo'ladi ekan 9,64 ni bo'lganimiz 4 ta. X teng ekan 2,4 1. Mana bizning javobimiz B javob ekan. 6-savol o'tamiz. 6 ta sonning yig'indisi 70 ga teng. Ulardan birini 2 marta oshirib qolganlarini o'zgartirmagan holda. Xo'p. Bu yerda nima narsa bergan? Bu yerda bizga 6 dona sonning yig'indisini bergan. Biz 6 dona sonni yana A plus B plus C plus D plus Y plus F ko'rinishda yozib olamiz. Bularning yig'indisi 70 ga teng ekan. Ulardan birini 2 marta oshirib, 2 marta oshirdi degani bu 2 ga ko'paytirdi degani. Любой birsini xohlaganimizni 2 ga ko'paytirib yozib olsak bo'ldi. Masalan, men A ni ko'paytirasimba. 2A plus B plus C plus D plus Y plus F keladi. Bunda bizning yig'indimiz 78 ga teng bo'ladi ekan. Savolda aytadi, o'zgartirilmagan 5 ta sonning yig'indisini toping. Xo'p. Bizdan shu ifodani qiymatini so'rayotir. Ishlatamiz. Davay yangi belgilab olish kiritali. Bizdan so'ralib turgan narsa t deb belgilali. Ina berdim shu ifoda bo'yini. Buni t deb belgilaymiz. Bizda nima keladi? Bizda A plus T teng 70 keladi. 2A plus T teng 78 keladi. Biza T ni topishimiz kerak berdim. Bu sistema xolos azla yuqoridan pastga topib olib qo'yish mumkin, qo'shib berish, xohlagan usulda ishlash mumkin. Endi bizlar T so'rab turgani uchun bu yerda o'rniga qo'yish yaxshiroq variant. A teng bo'ladi ekan 70 minus T ga pastga 2 qo'yadigan bo'lsak, 2 ko'paygan 70 minus T plus T teng ekan 78 ga. Xo'p, ochadigan bo'lsak 140 minus 2T plus T teng ekan 78 ga. Keyin bu yerda minus T teng bo'ladi ekan minusdan 62 ga. Shuningmi? Mana buni minus etib o'tiradigan bo'lsak 2 6 to'g'ri. Endi T shu yerda bizga teng bo'ldi 62 ga. Mana biz javobni topdik. Qaysi variant ekan? A variant ekan. Keyingi misol o'tamiz. 7. Ota o'g'lidan 3 marta katta.
Endi bu yerda yozuvda xatolar bor. Inobat amislar Word fayl bo'lgani uchun kompyuterda xatolik ketgan. Xo'p. Ota o'g'lidan 3 marta katta, qizidan esa 25 yoshga katta. Biza otani belgilab olali x deb, o'g'lini y deb, qizini z deb. Ana 3tasini belgilab oldik. O'zi bu yerda otani belgilash shart emas edi, bizada misolda boshqacha gap qilishi ham mumkin, shu uchun belgilab olamiz. Keyin aytganini aytib boshlaymiz. Ota o'g'lidan 3 marta katta. Ota bu x, o'g'li bu z. Adashib ketdim. Z emas, y. Biza bularni denglash uchun ishlatishimiz kerak. O'rtaga teng qo'ydim. Ota o'g'lidan 3 marta katta. Denglash uchun kichkinasini ko'paytiramiz. Qo'shish kerak bo'lsa kichkinasini qo'shamiz. Shunda ikkisi teng bo'ladi. Shunda hozir bizda kichkinasi o'g'li 3 marta kichik bo'lib turibdi. Shunda biz ham buni 3 ga ko'paytirsak, ana ikkisi bir-biriga teng bo'lgan bo'ladi. Qizina nisbatan ham shu ishni o'tamiz. Qizidan esa 25 yosh katta. 25 yosh katta bo'ladigan bo'lsa, qizini yoshini 25 ni qo'shsak, bu otasining yoshi bilan teng bo'ladi. Endi otani yoshini bizlar o'zi bar ko'pda ekan 51 da. Shu 51 ni biza x o'rnini qo'yib beramiz. Hop. 51 teng ekan y ko'paygan 3 ga, 51 teng ekan z plus 25 ga. Bizada chiqadi y teng 17, z teng esa 26 ga. Hop. Bizadan so'rab turgan narsasi o'g'li qizidan necha yoshga kichik. Z y dan nechalik ulug'ligini topsak bo'ldi ekan biza. Shunda z minus y aytib bersak, bu 9 ni beradi. Javobimiz C ekan. 8 o'tamiz. Hop. Sakkiz. Piyoda 3 soatda kilometr yo'l yurdi. Hop, bu yerda yo'l bor ekan, u uchun birinchi formulani yozib qo'yaylik. Bizda formula bor. S teng v ko'paygan t. S teng v ko'paygan t. Bu yerda endi S nomi bu S masofa, расстояние, v tezlik, t vaqt. Расстояние, скорость, время bo'ladi shunda. Bu formula masofani topish formulasi deyiladi. Ish formuladan foydalanib ishlaymiz. Xo'p, piyoda 3 soatda kilometr yo'l yurdi. Bizda bor ekan yo'lning uzunligi shunda 708 teng ekan 3 ko'paygan v. Bizda tezlik yo'q. Agar piyoda shu tezlik bilan yursa, ya'ni shu v ni o'zi bilan v ko'paygan 4 ni yursa, necha kilometr yuradi deb bizadan s ni so'rab turibdi ekan. Bu uchun biza birinchi bo'lib v ni o'zini topib olishimiz kerak. V ni birinchi tenglikdan topib olamiz. 3 ni bu yana bo'lib o'tiradigan bo'lsak, 2,6 bo'ladi ekan. V ana biza tezlikni topdik. Endi shu tezlikni berib borib qo'ysak, bizadan so'rab turgan masofasi chiqadi. Shunda 2,6 ni ko'paytiramiz ekan 4 ga. Shunda s chiqadi ekan. S teng ekan bizada 4, 2, 10. 14 ga. Javobimiz B. Keyingi savol o'tamiz. Uzunligi 80 metr bo'lgan simning uzunliklari nisbatda bo'lgan hosil bo'lgan simlardan. Xo'p. Bu yerda bizlara nima berib turibdi? Bizlara berib turibdi bir sim bor edi dedi, uzun. Shu simni bular bo'laklabdi. Bu simning hozir uzunligi общий 80 metr bo'lib turibdi ekan. Endi buni bo'libdilar 5,
7, 13 nisbatda. U degani nisbatda degani 5x, 7x, 13 x etib belgilab olsak bo'ladi. Nechun? Nisbat bu o'zi 5x ni 7x ga bo'lganimizda chiqqan 5 bilan 7. Ina shu 5 bilan 7 nisbatni bizlar balki ko'rgan bo'lsa, biza bir-biridan bo'lganimizda 5 bilan 7 qoladigan noladir bilan belgilab olsak bo'ladi. Biz odatda buni x bilan belgilaymiz. 5x, 7x etib belgilasak, bular nisbati 5 bilan 7 bo'ladi. 13 bilan ham xuddi shu ahvol. Xo'p, endi nechaytamiz? Bizada nisbatlar bor, kesmalar uzunliklari bor. Общий simni uzunligi ham bor. Shunda общий simni uzunligi 80 deng bo'ladi 9 ga. Bularni har birini qo'shib chiqqanimizda 5x plus 7x plus 13x 80 ga deng bo'ladi ekan. Shunda 80 deng ekan 12 25 mi? 25x ga x'imiz deng bo'ladi ekan. Yana bo'lib o'tirib bersak 80 taqsim 25 ga. Endi javoblarimiz o'nli kasrda olingani uchun biz ham o'nli kasrda olamiz. Bu deng bo'ladi ekan. Hop, 4 ga ko'paytirsak 2 4 mi? Adashib ketdim. Kechirasizlar. Mana 4 ga ko'paytiradigan bo'lsak 3 chiqadi ekan. 3 b x ni qiymati. Endi biza x ni nol olib borishimiz kerak. Savolda nol. Eng kengligi uzunni top deyapman. Endi bu nol deb xato tushib ketgan. No uzunligini top debdi. Eng yengilini uzuni, eng yengilini. Eng yengili degani bu aniq eng kaltasi degani, to'g'rimi? Shunda biza ish sonni olib borib 5x ni yoniga qo'yamiz. 5 ko'paygan 3 2. Buni ko'paytiradigan bo'lsak, bizning javobimiz bo'ladi ekan 0 3 16. Javobimiz A ekan. Keyingisini o'tamiz. Hop, sonlarning o'rta arifmetiki x ning qiymatini top. Endi bu tushunarli, dim oson narsa. Bizlara ketma-ket sonlarni beribdi-dan tenglama ishladapti. Hop. 6 plus 4 minus 3 8. Endi qo'shish kerak edi-ku, lekin bizning bu sonimizning ishorasi minus bo'lgani uchun minus bo'lib yozildi. Plus x va plus 7 6. Ish sonlarning o'rta arifmetika degani uchun bu yerda necha son bo'lsa, shu narsaga bo'lamiz. 1 2 3 4 5 dana son bor ekan. Bo'lingan 5 deng bo'ladi ekan 3,3 ga. Bizlar x ning qiymatini topdi. Bu oddiy tenglama. Hop, hisoblaymiz. Yuqorida qo'shib chiqadigan bo'lsak, bu bilan buni qo'shsak 0 5 12 12 dan 3 ni olsak, hop, yozib hisoblayveramiz ekan. Bu 12 ni berdi, plus etadigan bo'lsak 18 u 3 ni beradi. 18 u 3 dan olishimiz kerak ekan 3 u 8 ni. Keyin bizada keladi 5 4 1. Keyin bizada yonida x ham bor. Shunda 14 u 5 plus x deng bo'ladi ekan. 5 ni bana ko'paytirib o'tirib beradigan bo'lsak 5 1 1 6. Shuni son keladi ekan. Biz x ni topishimiz kerak. X'imizni bana qolgan sonlarni minus etib o'tirib bersak, x ni 2 ga tengligini topamiz. Shunda bizning javobimiz B ekan. Keyingi misol o'tamiz. Keyingi misol bizlar aytadi sonlarning o'rta arifmetiki. Yana xuddi shuni o'zi. Endi bu yerda prosto a la ko'proq. Organda bir dana x bor edi. 3a minus 4 plus a plus 3 plus 6 sonlarning o'rta arifmetiki. Bu yerda sonlarni degandan keyin ina bu bir son, bu yana bir son, bu yana bir son. Shunda общий 3 sonimiz bor ekan bizning. Shunda biz mahraji 3 yozamiz. Bu deng ekan a minus 3 a. Shu yerdan a ni qiymatini top deb so'rabdi bizada.
Xo'p, bu uchun yana shu gap yuqoridagilarni qo'shamiz, 3 nolani ko'paytirib o'tirib beramiz. Yuqoridagilarni qo'shadigan bo'lsak, 4a plus 9 minus shunda 5 keladi ekan plusdan. Keyin bu yerni o'tirsak 3a minus 9 keladi ekan. Keyin a ni bu yerga minus etsak, bu yerda a keladi, bu yerga minus bo'lib o'tadigan bo'lsa, minusdan 14 keladi. Javobimiz B ekan. Keyingi misol o'tamiz. 3 ta sonni o'rta arifmetika debdi. Faqat o'rta arifmetika ekan, bular endi oson narsalar. Yaxshi gap yo'q. 3 ta sonni o'rta arifmetika bizlar уже novga denglikini beribdi. 24 3 deng ekan. 3 dan sonni o'rta arifmetika bo'lgandan keyin buni 3 bilamiz. Qaysi 3 son? Ulardan ikkitasi, birsi 34 8, birsi 18 9 bo'lsa, 3-sonni topdi. Plus x qo'yib yana tenglama ishlayveramiz. Xo'p. Bu tenglamani ishlash uchun boshda 3 ni bana ko'paytirib o'tirib berali. 3 ni ko'paytirib o'tirib bersak 9 2 1 7 deng bo'ladi ekan. Bularni qo'shadigan bo'lsak 7 2 3 4 5 bo'ladi ekan plus x. Shunda x'imiz teng bo'ladi ekan 72 9 dan olganimiz 53 7 ni hisoblasak 2 9 1 19 2 bo'ladi ekan. Javobimiz D. Keyingisini o'tamiz. 13. Birinchi son ikkinchi sondan g ortiq. Xo'p, g ortiq degan bo'lsa, buni qo'shish kerakligini bilamiz. Birinchi sonimiz x bo'lsa, ikkinchi sonimiz x plus 12 ekan. Endi biz 2 dona sonni yozib oldik. Ularni o'rta arifmetika. Endi 2 dona sonni o'rta arifmetikani berib turgandan keyin bularni biz qo'shib 2 ga bo'lamiz. Bularni o'rta arifmetika deng ekan 49 a. Ikkinchi sonni toping. Ikkinchi sonni toping dedi. Bizdan so'rab turgan narsasi inabi x ni topib to'xtab qolmanglar. Xo'p, boshda x ni topamiz, lekin baribir 2x plus 12 deng bo'ladi. Nu davay 2 ni bo'lib berali sho'rda. Inab taqsim 2 o'zida tursin. Bu yerda 49. X plus 6 deng bo'ladi ekan 49 a. X'imiz deng bo'ladi ekan 43 a. Bize x ni topib oldik, lekin bizlara x emas, bizlara x plus 12 kerak edi. Shunda 43 plus 12 ni topadigan bo'lsak, b 55 ni beradimi? Xo'p. Nechun xato geldi? Neni xato yozdik? Birinchi son ikkinchi sondan 12 ga ortiq, ularning o'rta arifmetiki 49 ga teng. Xo'p. Ikisini qo'shdik, ga ortiq 2x plus 2. Har qaysini bo'lsak, bu yerda 6, bu yerda to'g'ri-ku. Ga teng. Ikkinchi sonni toping debdi. Yo'q, bu yerda tushunarli. Xatam tushundim. Nonni xato belgilab ketibman. Bu yerda bizda inabi ikkinchi son ekan. Inabi birinchi son ekan. Uchun desa, savolni qaranglar. Bizlar aytib turibdi, birinchi son ikkinchi sondan katta bo'lishi kerak ekan. Men ish o'rnini xato belgilab ketibman, shu uchun alashtirmishlar. Bizning javobimiz 43 ni o'zi ekan. Keyin 14. Zokirning 25 ming so'm puli bor edi. Xo'p. Bu yerda aytadigan ishimiz Zokirning pulini 25 ming so'm deb belgilasak, Azizaning pulini 17 ming so'm deb belgilasak, Zokir bu yerdagi xatolarga qaramanglar, keyingisini to'g'rilaymiz. O'zini necha foizini, pulini necha foiz ekan bu. Pulining necha foizini Azizaga bersa, ularning pullari miqdori teng bo'ladi. Xo'p. Boshda bularning puli qachon teng bo'ladi, o'zi shu narsani ko'rali. Bularning puli agar bu o'zidan 4000 so'm pul bersa, ikisini puli teng bo'ladi ekan. Bu bundan olib bunga 4000 so'mni beradigan bo'lsak, har ikisinde necha so'm qoladi? 21 dan qoladi ekan. Xo'p, necha so'm berishini topdik. Endi savolda nima?
Zokirni pulini necha foizi deyilgan. Shunda biza qaysini berilgan bo'lsa, shu narsani 100% deb olamiz. Ya'ni 25 ming so'mni biza boshda 100% deb oladigan bo'lsak, necha foiz pulni berganini topishimiz kerak ekan. Bergan pulni bilamiz biza 4 ming so'm ekanligini. Shuni foizini topishimiz kerak. Bu yerda yana proporsiya bilan ishlayveramiz. 25 ming ko'paygan x'imiz teng bo'ladi ekan 4 ming ko'paygan 100 a x teng bo'ladi ekan. Shunda 0 larni o'chirib tashali 400 taqsim 25 a. Bular ham ketadigan bo'lsa x teng bo'ladi ekan 16 ga. Biza foizni topdik. Bu 16% pulini bersa ikkisini puli teng bo'ladi ekan. Ana C. Keyingi misol o'tamiz 15. Agar chaqpalak minutda aylansa, u minutda. Xo'p, bond proporsiya bo'ladi. 5 minutda 23 taqsim 4 marta aylansa, 12 minutda necha marta aylanadini so'rabdi. Yana proporsiya, yana tenglama. 5x teng bo'ladi ekan. Shunda 12 ko'paygan 23,3 taqsim 4 ta. 5x'imiz teng bo'ladi. Buni noto'g'ri kasra o'tirib beradigan bo'lsak, ko'paygan bu yerda 4 3 2 5 qo'shib berdim o'sha 1 9. Keyin bularni qisqartirsak bu yerda 3 qoladi. 5 bilan 95 ni qisqartiradigan bo'lsak, bu yerda qoladi 19 x teng bo'ladi ekan 3 ko'paygan 19 a. Shunda x'imiz teng ekan necha? 7 57 ham. Javobimiz tayyor. C javob ekan. Keyingisini o'tamiz. 16. Yana foizga doir. 117 son 90 sonidan necha foizga ortiq? Xo'p, bu yerda glavniy masala nima? Qaysi sonni 100% deb belgilab olish. Biza bu yerda qaysi sondan, qaysi sonning degan glavniy o'zi ko'rsatib beradigan joyi bor. Ana bu yerda sonidan. Shunda bizda glavniy 100% deb belgilanadigan son bu 90 ekan. 90 sonini biza 100% deb belgilaydigan bo'lsak, biza 117 sonini necha foizini tashkil etishini topib olamiz ekan. Bu yana proporsiya deb ishlanadigan narsa. 90x teng bo'ladi ekan 100 ko'paygan 117 ga bo'lib beradigan bo'lsak, bu 0 ni o'chirsa x teng bo'ladi ekan. Xo'p, 13 10 130 a. Endi biza x ni topdik. Bu x nima bu? Bu 117 necha foiz ekanligi. Ya'ni 90 biza uchun 100% bo'ladigan bo'lsa, 117 130% ekan. Endi savolda nima deb turibdi? Qancha foizga ortiq, necha foizi ortiq qismini so'rab turibdi. Shunda bizda ortiq qismi shu 30% bo'ladi. O'zingizga bu 100 edi, bu 130 bo'lgan, shunda 30% ortiq bo'ladi. Javobimiz 30 ekan. B. Keyingisini o'tamiz. 17. Xo'p, 17 a sonini foiziga teng. Xo'p, bu yerda ham shunday narsa. A sonini 24%. Xo'p, A sonini 24% demak, A sonini biza 100% deb belgilab, uni 24% ni topishimiz kerak. Topishimiz kerak bo'lgan narsani x bilan belgilaymiz. Boshda shu x ni topib olali. X teng bo'ladi 100x teng ekan a ko'paygan 24. X teng bo'ladi ekan. Shunda 24a taqsim 100 a. Biza nima topdik? Biza A sonini 24% ni topdik. Xo'p, savolning ikkinchi qismini o'tamiz. 108 ni 18% ni teng. Xo'p, shunda 108 ni biza 100% deb belgilaydigan bo'lsak, uni 18% ni o'g'adan ekan, aynan biza topgan x adan ekan. Shunda bera biza 24a taqsim 100 ni gap qo'yamizdan, ana yana bir marta proporsiya ishlab, shu yerdan a ni qiymatini topamiz. Xo'p, 108 ko'paygan 18 teng bo'ladi ekan. 100 larni qisqartirib yaxshi yozing. 24a taqsim 100 ko'paygan 100 a. Keyin bu yerdan a ni topishimiz kerak.
A teng bo'ladi ekan 24 ni bana bölüp o'tirib beradigan bo'lsak 108 ko'paygan 18 taqsim 24 ta. Hop. Bunu qisqartirali. Yana bu ikkisini ham 3'e bölamiz. 3'e böladigan bo'lsak bu yerda 8, bu yerda 6 qoladi. Yana qisqartirali. Bir yerda 3 qolsin, bir yerda 4 qolsin. Ana endi 4 bilan 108 ni ishlasak bo'ladi. A teng bo'ladi ekan 27 ko'paygan 3'e. A teng ekan 3 1 2 8 81. Javobimiz B. 18-savol. N'ning qanday qiymatida ning 60% 45 ga teng bo'ladi. Xo'p, shunda bizlara aytadi 2n plus 3 ni 100% deb olsak, buni 60% navga teng bo'lsin deydi 45 ga. Ana, 3 tenglamani ishlaymiz endi bu yerda. 60 ko'paygan 2n plus 3 teng ekan 45 ko'paygan 100 ga. Hop, bularni qisqartirsak va yana 3 lar ham bo'lib beradigan bo'lsak, bu yerda 2 qolsa, yana buni 3 ga bo'ladigan bo'lsak 15 kelsa, keyin qolgan 2 bilan buni qisqartirsak 5 kelsa, короче 2n plus 3 imiz teng bo'ladi ekan 75 ga. 2n teng bo'ladi ekan, bana minus etib o'tiradigan bo'lsak 72 ga. N teng bo'ladi ekan 36 ga. Javobimiz B. Keyingi misol o'tamiz. 19. Ikki shahar orasidagi masofa. Masshtab ya'ni. Hop. Masshtab nima ekanligini tushuntirib o'tganman. Hozir ham yana bir yerda tushuntirib o'taman. Masalan, masshtab Davay olaylik, shu yerda tushuntirib o'tishga harakat etaman. Masshtab. Bizda xarita bor, hamma biladigan narsa. Xaritada mamlakatlarni kichkina etib yasalgan maketi desak bo'ladi, rasmi bor. U chegarasini belgilab berilgani. O'sha narsa masshtabli deyiladi. Nechun? O'zi bundan ulu, lekin kichaytirilgan. Kichaytirilgani bilan senda nerdadir 4 burchak shakl bo'lsa, uni kichaytirib 3 burchak etmaydi. Aynan 4 burchakni o'zini yana 4 burchak etadi. Faqat u real hayotda ulroq 4 burchak bo'lsa, endi uni kichkinaroq 4 burchak etadi. Ana o'sha narsaga masshtab deyiladi. Ya bo'lmasa shuni tarsaki bo'lishi ham mumkin. Bizara berib qo'ygan bo'lishi mumkin kichkinaroq narsani hayotda, lekin uni biz ulg'aytib ko'rsatishimiz kerak, ichindagi detallarni yaxshilab tushunish uchun. Ana o'sha narsaga masshtab deyiladi. Xo'p, masshtab nechta hisoblanadi? Masshtab bizada real hayotdagi o'lchamni ko'paytiramiz masshtabga, shunda teng bo'ladi xaritaga, kartada deb belgilaring x bo'lib qolmaslik uchun. Ana shu narsa bilan topamiz masshtabni. Hop, endi misolga qaytamiz. Misolda nima narsa berilgan? Ikki shahar orasidagi masofa. Bizda masofa bor ekan, ikki shaharning orasidagi 126 kilometr ekanligi. Keyin bu kilometrda masshtabli xaritada necha millimetr bo'ladi deydi. Bu millimetrda, ya'ni e'tibor etish kerak bo'lgan joy 1 kilometrda, 1 millimetrda. Uning bo'lsa nechatamiz? Birinchi bo'lib ikkisidan bir xil o'lchovga kelish kerak. Bizda millimetrda so'ralgandan keyin 126 ni biz millimetrga o'tiramiz. Xo'p, bu uchun boshda biz yozib olamiz. 1 qizilda yozyapman. Yaxshi, yozar qizilda. 1 kilometrda 1000 metr bor. 1000 metr bor. 1 metrda 100 santimetr bor. 1 santimetrda 10 millimetr bor. Ana, biz millimetrlarni bular umumiy o'lchovdan bilib oldik. Xo'p, endi o'tiramiz. Nechab o'tiramiz? Boshda kilometrni metrga o'tirib olamiz. Bizda 126 bu kilometr edi. Metr o'tiradigan bo'lsam, 3 dan 0 qo'shib beraman ekan shunda. Ana, metr o'tdi. Endi bizda metrda bor,
Endi metrni biz santimetr o'tiramiz. Santimetr o'tirish uchun yana 2 dona 0 qo'shib beramiz ekan. Ana 2 dona 0 dan qo'shdim. Endi bizda santimetr bor. Santimetrni millimetr o'tirish uchun yana 1 0 qo'shaman ekan. Ana bu millimetrdagi real hayotdagi uzunligi. Endi biz shuni masshtabga to'g'rilashimiz kerak. Formula bo'yicha biz real hayotdagi masshtabga ko'paytirsak xaritada chiqaradi. Demak, 126 million bo'ldimi bu? 2 3. 126 millionni ko'paytirishimiz kerak ekan 1/6 milliona. Ana shunda bizda xaritadagi kelib chiqadi ekan. Birinchi bo'lib aytadigan ishimiz nollarni yo'qotib berish, keyin ana buni bu bilan bo'ladigan bo'lsak, necha chiqadi ekan? 21 chiqadi ekan. Javobimiz 21 millimetr ekan. Keyingisini o'tamiz. 20. Soni 25% ga oshirildi, hosil bo'lgan sonning 20% ni top. Xo'p, 2 marta foiz topamiz ekan. Boshda biz 540 sonini 100% deb olamiz ekandan, uni 25% ga oshirsak, uni 25 ni topishim mumkin, lekin buni keyin biz yana boshidan 540 ga qo'shishimiz kerak. Shuning uchun to'g'ri foizni oshirali 125% deb topala. Ana 25% ortganini topgan bo'lamiz shunda. Bu x deb belgilaymiz. Topamiz. 125 ko'paygan 540 teng bo'ladi 100 ko'paygan x. X ni topib oladigan bo'lsak, 125 ko'paygan 540 taqsim 100 bo'ladi ekan. Hop, 4 yana 5 bo'ladigan bo'lsa, 25 lara qisqartirsak 5 ni bir yerda 5, bir yerda 4 qoladi. Bu bilan mana qisqartiradigan bo'lsak 1 3 5 keladi ekan. 135 keladi ekan. Xo'p, x'imiz teng bo'ldi bizani uchaga. Xitoy hisobladim bir narsani. 4 ta bo'latiramiz. 1 3 2 5 yo'q, to'g'ri. Keyin shuni 5 ga ko'paytirishimiz kerak. 135 ko'paygan 5. 5 2 7 1 6 675 ekan. Biza non topdik. Biza hozir 675 deb qani menda 540 sonni 25% ni topdik. Endi savolda nima deydi? Hosil bo'lgan sonning 20% ni top dedi. Shunda biza bu sonni 20% ni topamiz ekan. 675 ni 100% deb olib, endi shuni 20% ni topamiz. Uni bir y deb belgilaymiz endi. Shunda y ni 100 ga ko'paytirganimiz teng bo'ladi ekan 675 ni 20 ga ko'paytirganimiz y teng bo'ladi ekan 675 ko'paygan 20 taqsim 100 ga bu yerda bularni qisqartirib tashlasak, xullas 5 qoladi. Y teng ekan, mana 5 ga bo'ladigan bo'lsak 135 ga. Mana bizning javobimiz chiqdi. Shu narsa bizdan so'raladi. C javob ekan. 21. Endi rasmli narsa. Xo'p, rasmli narsalar aytdim, oson vaj bo'ladi. Hech qo'rqish shart emas. Ozgina o'qisozlar, o'sha bu yerda hamma narsa tushunarli. Rasmda berilgan ishchilar tomonidan 10 kunda tayyorlangan detallarning diagrammasi tasvirlangan. Ishchilar bu 10 kunda o'rtacha kuniga nechtadan detal tayyorlashgan? Xo'p, o'rtacha dedimi? O'sha bu o'rta arifmetik degani. O'rta arifmetik shunda biza necha dona detal ishlagan bo'lsalar, shuni necha kun ishlaganlarini bilamiz. Bulardan bizda aytib qo'yibdi, 10 kun ishladi deb. Shuning uchun 10 dona bizda diagramma bor. Har qaysini diagramma demeyin, 10 dona stolbik bor. Bular har qaysida necha donadan ishlagani ko'rsatilgan. Xo'p, yozib chiqamiz. 1200 plus 1000 plus 1400 plus 800 plus 1200 plus 1000 plus 1200 plus 1400 plus 1000 plus 800. Hop, bu narsa
Общий 10 gündə neçəli işlənganini tapadi və bizə şunu 10'a bölüb versək, bir gündə ortaça neçədən düşkəni gəlib çıxadı ekan. Bu nərsəni özləriniz qoşunlayıb gedək. 22 rəsmdə to'g'ri to'rtburchakning to'rtburchak teng bo'laklarga bo'lingan. To'rtburchakning necha foizi bo'yalgan? Xo'p, bo'yalgan qismini so'rab turibdi ekan bizdan. U uchun boshda necha dona to'rtburchak borligini sanashimiz kerak o'zi. Necha dona borligini sanasak 1 2 3 4 5 6 7 8. Mana 8 ekan. Mana 8 ekan. Mana necha? 3 6 10 ekan. Shunda общий bizada 80 dona dörtburchak bor ekan. Endi shu dörtburchaklarning nechasi bo'yalganini sanab chiqamiz. Bu 80 donasi biz uchun 100% bo'ladi. Endi bo'yalgan qismini yozamizdan, shuning necha foizligini bizga topishimiz kerak bo'ladi. Bo'yalgan qismini sanab chiqish kerak bu uchun. O'zlaringiz sananglar, hisoblanglar. Bu narsani ko'rsatib o'tirishim shart emas. X ni so'rab qo'yibdi. Keyingisini o'tamiz. Rasmda doira teng bo'laklarga, sektorlarga bo'lingan. Doiraning necha foizi bo'yalgan? Sektorda ham nodni ham berdi deb so'rab yurmanglar. Sektor bu shu bo'yalib turgan bir dona bo'lak. Tipa pizzani bir bo'laki deb tushunsangizlar ham bo'ladi. Buni hali geometriyada o'tamiz. O'tganlar biladi. Xo'p. Rasmda doiraga teng bo'laklarga xo'p, bo'linibdi. Necha foizi bo'lgan? Bu точно shu ahvol. Necha dona bo'lak borligini boshda sanab chiqasizlar. Masalan 1, 2, 3, 4, 5 etib bo'yalgandan bo'yalmagandan hammasini sanab chiqasizlar. Bu yashilni keyin masalan A dana chiqsa, buni 100% deb olasizlar. Keyin faqat bo'yalganlarni sanab chiqasizlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 deb. Bo'yalmaganlari sanalmaydi. Ana bu B dana chiqadimi bo'lsa, endi B ni necha foiz ekanligini topasizlar. Ana bo'ldi. Buni ham ishlab bermayman. O'zlaringiz ishlanglar. Sonida narsa. Keyingisini o'tamiz. Umida bitta son o'yladi. Xo'p. Umida bir son o'ylagan bo'lsa, biz uni necha o'ylaganini bilmaymiz. Shuning uchun uni x deb belgilab olamiz. U o'ylagan sonini 3 ga ko'paytirdi. Ko'paytiramiz 3 ga bizlar va 15 ni qo'shdi. Qo'shamiz 15 ni. Hosil bo'lgan sonni 2 ga ko'paytirdi. Endi ish o'rda agar sizlar to'g'ri ko'paygan 2 yozsangizlar bu xato bo'ladi. Nechun desa hosil bo'lgan sonni dedi. Hozir biz 2 ko'paytirsak, 15 ga ko'paytirib qolamiz. Uning vaqti kaos qo'yib beramiz. Ana shunda boshda kaosning ichi ishlanadi. Ana hosil bo'lgan sonni 2 ko'paytiriladi. Shunda to'g'ri bo'ladi. Va oldin o'ylagan sonni ayirdi. O'yladi x ni o'yladi. Natijada 90 soni hosil bo'ldi. Teng bo'ldi 90 a. Oldu. Yine şu misalni ishlaymiz ekan. Bu tenglama yana ochib chiqib ishlasa bo'ladi. O'zlaringiz ishlayinglar. 25. Toza suvga tuz aralashgandan so'ng gram bo'ldi. Xo'p, suv boyidi va tuz boyidi. Bularning ikkisini massasi 850 bo'libdi. İkisini aralashtirganda. Agar tuzni massasi toza suvning massasidan 75% kam bo'lsa, agar tuzni biza masalan no deb belgilashni bilmaysan, lekin S ni bilasan, S ni 100% desang, bu shundan 75% kam bo'ladigan bo'lsa, 25% ekanligini bilasan. Nechun men yangi tushuntirdim sizlarga. Dan degan narsa bizda glavniy bo'ladi, ning degan narsa bizda glavniy bo'ladi. Shu narsani 100% deb belgilaymiz. Bu yerda ham qarasangizlar, suv ning degan joyi bor. Suvning massasidan 75% ga kam. Shunda biz suvni 100% deb olishimiz kerak bo'ladi. Ana keyin t ni shunga nisbatan foizini topamiz. Xo'p. Endi shuning bo'lsa, toza suvning massasi necha gram bo'ladi? Suvni so'rab turibdi ekan bizda. Asa biza bu yerdan t ni topib olamiz. T ko'paygan 100 deng bo'ladi 25 ko'paygan esa t deng bo'ladi ekan s taqsim 4 ta bo'lib o'tirib berdik, hisobladik. Tushundingizlar axir nerdan kelganini. Tushunmasangizlar, ina shu nani 100 ni, shu 100 ni yana bo'lib o'tirib berdim. Tengda yozdim mahrajinda, keyin 25 bilan qisqartirdim. Xo'p. Keyin biza t ni topib oldik. Bu tuzni
suga nisbatan nichik bo'lishi, lekin bom tuzning og'irligi bo'lish. Shuni ekkalib berib qo'yamiz. Masalan, berilgan joyni suga tuzni qo'shsak, S taqsim 4 ni qo'shadigan bo'lsak, bu 850 grammni berishi kerak ekan. Ana shu yerdan suvni topishimiz kerak. Xo'p, mahraj berib chiqamiz. 5S teng bo'ldi. Ben tarafa ko'paytirib o'tirib beradigan bo'lsak, 850 ko'paygan 4 ta bas turar, baribir qisqartiramiz. Keyin 5 ga bo'ladigan bo'lsak, S teng bo'ladi ekan. Yana bu yerda 1 7 0 4 bo'ladi ekan. Ana endi ko'paytirsak bo'ladi. S teng ekan 0 8 2 1. Bu S bo'lsa, toza suvning massasini top. Dur, onu xato yozdik. Buni qo'shdik. 5S bana ko'payib o'tdi. Bir nimalarni xato hisoblab berdik. 5 ga bo'lib o'tirdik. 1 3 5 7 0 ko'paygan 4. Buni xato hisoblab tashladik. Bo'ldi, tushundim xatoni. Yana bu yerda xato hisoblab beribmiz. Xo'p, deng bo'ladi ekan. Buni 4 ga ko'paytirsak 0. 170 emas, 270 ga ko'paytirib beribman. 8 keyin 2 yoqda 1 ni ko'paytirding. 4 6 680 bo'ladi ekan. 680. Bizning javobimiz B. Keyingisini o'tamiz. 26. Kitobning narxi so'm edi. Dastlab uni narxi 16% arzonlashdi, so'ng qimmatlashdi. Yaxshi. 12500 so'm bu dastlabki narxi bo'lgani uchun buni 100% deb olamiz. Uni narxi 16% arzonlashdi. 16% arzonlashganda endi bu necha so'm bo'lganini bilmaymiz, lekin 16% arzonlashgani uchun bu 84% qoladi. Ana ish o'rdan x ni topib olamiz. X teng bo'ladi ekan 84 ko'paygan 125 taqsim 100 yana bundan boy endi noldan qisqartirib beramiz. Shunda x teng bo'libdi 84 ko'paygan 125 ga. Shuni bo'libdi. Biza buni ko'paytirmay debman, nechun organga park qo'yganda qisqartiramiz baribir. Biza hozir boshda buni 16% arzonlaganini topib oldik. Bu narsamiz ishi 16% arzonlagani. Endi keyingi savolni qarasanglar, so'ng dedi 1850 so'mga qimmatlashdi. Kitobning oxirgi narxi necha so'm bo'lgan? U qisqarmaydi ekan, buni o'zini hisoblab turib qo'shamiz ekan. Xo'p. 125 ko'paytiramiz 84 ga. 0 2 0 1 5 0 4 2 shunda bu 16% arzonlagandek bahası. Endi shu bahani ustuna biza qo'shishimiz kerak. 10500 so'm bo'lib qolgan vaqtida keyin ishlar yaxshi bo'lib ketgan o'xshaydi, qimmatlatibdi. 1850 so'm. 0 5 3 2 1. Javobimiz enagan. A da turibdi. Keyingisini o'tamiz. 27. Xo'p. 7 soat minut sekundlarda ifodalang. 7 soat dedi. Davay shu narsani mana aytib yozaylik. 1 soatda necha minut bor? 60 minut bor. 1 minutda necha sekund bor? 60 sekund bor. Endi biza 7 soat 12 minut 40 sekundni sekundlarda ifodalashimiz kerak ekan. Xo'p. Boshda 7 soatni minut o'tirali. 7 soatni minut o'tirsak, bu 42 minut, xo'p, 42 emas, 420 minut bo'ladi bu minutda. Endi
Shu minutda 12 minutni ham qo'shamiz. Nima uchun desa, yana qaranglar, hozir men 7 soatni o'zini minutga o'tirdim, 420 minut bo'ldi. Yonida 12 minut ham bor edi. Shuni ham qo'shib beradigan bo'lsak, bizada 432 minut bor ekan. 432 minutni endi sekundda o'tiramiz. Nima uchun desa, bizda sekundlarda so'ralgan. Esa bizda 432 ni ham yana ko'paytiramiz ekan 60 ga. 2 1 8 9 1 2 5. Hop. Biz yana navda topdik. Sekundda topdik navini. Bu chiqqan javobimiz hali faqat soat va minut. O'zlarimizni 40 sekunddan boydi. Shuni ham qo'shib qo'yamiz yanına. Yanına 40 ni qo'shib beradigan bo'lsak, ko'paytirdik mana. Bunda javob chiqadi, atini. Mana yanına 40 ni qo'shib qo'yadigan bo'lsak, xullas D javob bo'ladi ekandan. 28. 28 hop, metr kvadrat, decimetr kvadrat, santimetr kvadrat teng. Hop. Bu uchun ham yana yozamiz. 1 metr navga teng? 100 santimetr teng. 1 decimetr navga teng? 10 santimetr teng. Lekin bizda metrdan decimetr o'tadigan ham joyimiz bor. Shuning uchun 1 metrni 10 decimetr ekanligini yozib qo'yamiz. Hop. Endi kvadrat degan narsa bo'yicha gaplashamiz. Davay 4 metr kvadratni necha decimetr kvadrat ekanligini topamiz. Bu uchun biza ikki tarafni ham kvadratga tiklaymiz. Ya'ni ina bu yerda 1 metr turgan bo'lsa, endi u kvadrat bo'ladi. 1 metr kvadrat bu 100 decimetr kvadrat bo'ladi. Tushunarli axir. Shunda bu yerda nechik bo'ladi? 4 ko'paygan bo'ladi. 4 ni o'zini kvadratga tiklamaymiz. 4 ko'paygan bo'ladi. 1 metr kvadratdan necha decimetr kvadrat bo'ladi? 100 decimetr kvadrat bo'ladi. Ana shu narsani qo'yib beramiz. Shunda bu 400 decimetr kvadrat ekan. Endi 400 decimetr kvadrat bu yana organ tarafini o'tib tashlaymiz. Вообще tamam doğru santimetrda chiqarib tashlasak ham bo'lardi. Shu yo'l bilan ishlaymiz. Shu tezroq, osonroq chiqadi. Buni decimetr o'tirib o'tirish shart emas. 4 metr kvadratni santimetr kvadratga o'tiradigan bo'lsak, 4 ko'paygan. Endi santimetr kvadrat desa, biza ina berni yana kvadratga tiklab beramiz-da. Shunda ana 1000 santimetr kvadrat bo'ladi bu. Shunda 4000 bo'ldi. Keyin 12 decimetr kvadrat bo'ladi bizda. 12 decimetr kvadratni ham o'tiramiz. Santimetr kvadratda 12 ko'paygan. Endi bu bo'ladi 100 santimetr kvadrat. Endi santimetr kvadratda turibdi keyingisi o'zi, uni yozishimiz shart emas. Shunda yana bu bo'ladi ekan 40000. Ina bu bo'ladi ekan 1200. Shunimi? Ya adashdim men yerinde. 4-0. Biz ham 4-0 yozdikmi? Nava. Bu yerda 100, orqasına 2-0 doğru. Keyingisi nima bo'ladi ekan? 16 santimetr bo'ladi ekan. Bo'ldi, shu narsalarni qo'shib qo'yamiz. 6, keyin 1, keyin 2, keyin 1, keyin 4. Ana shunda javobimiz B ekan. Keyingisini o'tamiz. 29. 29 sonlarning o'rta arifmetigi n dan 12 ga ortiq bo'lsa, m ni n orqali ifodalang. Xo'p. Yaxshi, ina ifodalashni ham boshda tushuntirgan narsam a ni b orqali ifodalash degan narsani tushuntirib o'tib ketdim. Bu yerda konkret qiymat chiqmaydi, lekin n bilan aralashib chiqadi. Yaxshi. Birinchidan ishimiz o'rta arifmetikdadi, demak biz shu uchsini qo'shamiz. 8 plus 19 plus 3 m taqsim 3. Nechun desa 3 dona son bor. O'rta arifmetigi n dan 12 ga ortiq bo'lsa, n dan 12 ga ortiq, shunda biz kamini 12 ni qo'shsak, yana 12 qo'shamiz. Ana ishning narsa keladigan bo'lsa, m ni n orqali ifodala. Ya'ni senda m deng degan tenglanma chiqsin, tenglik chiqsin deganida. Yaxshi. Asa u uchun hisoblaymiz.
Bularni qo'shib beradigan bo'lsak, 27 plus 3 m taqsim 3 keladi ekan, deng n plus 12. Endi bulardan har qaysini 3 ga bo'lib beradigan bo'lsak, 9 plus m deng n plus 12 keladi ekan. 9 ni orqaga o'tirib bersak, m deng bo'ladi ekan 3 ga. Hop, n minus 3 edeli, plus 3 edeli. Mana minus etib o'tirdik. Hop. Shunda javobimiz D bo'ladi ekan. 30. Detalning uzunligi masshtabli xaritada bo'lsa, masshtabli xaritada necha santimetr? Hop. Yaxshi. Shunda bam proporsiya deb ishlanadigan narsa 1/8 li masshtabda bu 4,5 bo'lib turgan bo'lsa dedi. Shuni 1/5 masshtabli xaritada necha bo'lishini top dedi. Endi sizlarga yana bir proporsiya. Shunda 1/8 ni ko'paytirganimiz x deng bo'ladi ekan 4,5 ni ko'paytirganimiz 1/5. Ana bu narsani hisoblab qo'yaverasizlar. Tenglamani ishlashni bilasizlar. Ana 30-ham tamom.